uchun bu yerda qiynaladi deydigan bo'lsalar, bu yoqqa olib borib, bu yoqda qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Retroskopiya bosqichini boshladik. Ko'rishimiz mumkin, siydik nayini pastki o'rta uchligida defekt mavjud va bu defekt orqali bizni o'tkazgichimiz buyrakka o'tmadi. Hozirda ikkita provodnikdan foydalangan holatda siydik nayiga o'tishga imkoniyatimiz bo'ldi. Hozirda biz amaliyotimizni birinchi bosqichini yakunladik. Endigi navbat bemorimizni qorniga yotqizilgan holatda ikkala buyraklarini punksiya qilib nefrostoma qoldirish bilan yakunlaymiz. Amaliyotimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Bemorimizda ikkala tomoniga ham nefrostoma joylashtirishning imkoniyati bo'ldi. Sistoskopiya orqali siydik yo'l orqali kirib borildi. Ikkala siydik nayiga narujniy kateter qo'yganmiz, u tashqariga chiqib turibdi. Uchidan tashqariga chiqib turibdi. Epiduz ikkala tomoniga nefrostoma qo'yildi.